Что было? O'labay, shogird. Колобка maydalab bo'ldim-mi? Malades. Zo'r. Ancha qo'ling bo'lib qopti, ha? Что было? Yaxshi. Что было? O'labay. Aytavering. Nimadir demoqchisan aytib. Men ishga o'rganib bo'ldim, что было? Ha. Bitta galofga maydalagan bilan odam usta bo'lib qoladimi? Что было? 100% o'rganib bo'ldim men motor ishni. Nima qilish kerak shogird yana? Meni shu sizdan bitta ish qolyapti. Xo'sh. Yaxshilab duo berasizlar. Kelganingga bir hafta bo'ldi hali shogird. Что было? O'rganib bo'ldim. Duo so'rayapsan, duo o'qishni bilasan, men bilmayman. Kecha oqshom bitta zo'r o'zimizni bog'dan o'zim yozganim bor. Shuni o'qib eshitsan qanday ustoz bu? O'qibdi, duo qilaylik. O'qi. Amin. 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 Ogini oldirma, sog'ini soldirma. Kaltlarni klientlarni mashinaga qoldirma, klientlaringni mashinasiz qoldirma. Qo'lni duoga kattaroq ochamiz. Amin. Nasiya qiladigan klientdan, befarosat shogirddan, paddelkachi moychilardan, 102 qiladigan odamlardan, tiktokerchi qizlardan, ayol sifat erkaklardan, sotqin do'stlardan Allohning o'zi asrasin. Amin. Klientlaring ko'p bo'lsin, dushmanlaring yo'q bo'lsin. Mashinalar buzilmasin, qizlarga ko'zing suzilmasin. Malades, yaxshi o'qiysan. Hayollaring bekorga buzilmasin. Amin. Faqat o'zim boy bo'lay, o'zimning ishlarim zo'r bo'lsin. Sizlarga Xudo biladi. Amin. Allohu akbar. Salomat bo'lasizlar.